Kamil Karate bilan Taysonni jangi 1-fevral kuni bo'lar ekan. Lichkamga aka qaysi biri yutadi deb jigarlarimiz qiziqib yozgan. Kim yutishini to'shni bilmayman, lekin prognoz qilaman. Menimcha Octagon ligaga Taysonni keragi bo'lmay qoldi shekilli, sababi o'zidan kuchliroq jangchiga chiqaryapti. To'g'ri, Kamil Karatening yoshi katta, qarri. Bu yosh bo'lgan bilan ham nima deydi? Professionalroqda u. Tajribasi bor Kamil Karateni. Даже Odilxonlar bilan, Erkin Bulanlar bilan urushgan, yutsa ham, yutqizsa ham. O'shaning uchun endi Taysonlar Kamil Karatega menimcha bir tayyor yemish bo'lsa kerak-da. O'tgan safar Kamil Karate yutqizganmidi? Bu marta yutsa Kamilniki yana bir pog'ona ko'tariladi-da. Tayson yutqazaversa, 1-2 ta 3 ta jangga yutqazsa, shu bilan Taysonni hech kim eslamay qo'yadi. Tayson tinchgina shu motivatsiyasini berib, sal o'zidan urinib, paslar bilan urishib yurgani yaxshi edi. Nima bo'lganda ham endi O'zbekistonlik bo'lganligi uchun Taysonga omad tilab qo'yaman. Taysonda menga zarari tegmagan. Ilohim yutsuni, menimcha yutqazib qo'ysa kerak. Like, comment, repost bosib qo'yinglar videoga. Fikrlaringni, bir prognozlaringni yozib qo'yinglar jigarlarim.